O'tkazib olishga shoshilmang. Katta Oppali tog'dan qaytayotganda ichadigan muzdekkina go'jani hamma sir asrorlari bilan tayyorlashni o'rganamiz. Go'ja uchun bozorda sotiladigan bug'doy va jo'xorini yaxshilab yuvib, bir kechaga ivitib qo'yamiz iliq suvga. Ivigandan keyin qozonga solib, sovuq suv solib qaynatishga qo'yamiz. To'liq retseptni video tagida yozib qo'yaman. Mana bu qozonim 4 litrli. Gazni tagini yoqamiz. Asosiy sirlardan buni baland olovda qaynatmasligimiz kerak. Chunki bug'doy bilan jo'xorisi qotib qolishi mumkin. Ustidagi ko'piklarni olib tashlaymiz. 2-2,5 soat qaynatib pishirib olamiz. Pishgandan keyin sovutishga olib qo'yamiz. Endi yog'li suzmaga kefir yoki qatiq, muzdek suv, tuz solib, yaxshilab aralashtirib, sovigan bug'doy bilan jo'xorli massaga solib, aralashtiramiz. To'g'ralgan rayhonlarimizdan solamiz. Yaxshilab aralashtirib, xolodilnikka sovutishga olib qo'yamiz. Yaxshilab sovigandan keyin mazza qilib iste'mol qilishimiz mumkin. Bunaqa mazali muzdekkina go'jadan siz ham albatta bir marta bo'lsa ham tayyorlab ko'ring. Retsept yoqsa yurakchan bosib, go'ja ichish uchun toqqa boradigan yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Go'ja taomidan ichib ko'rganmisiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Ketqizgan vaqtimiz barchamizga manfaatli bo'lsin.